Dumba yog'i foydali, u hech qachon semirtirmaydi deb xato qilasizlar. Dumba yog'i to'g'ri, uni foydali taraflari ham bor, lekin unga qo'yiladigan iste'moldagi cheklovlar ham bor. Birinchidan, u ozgina o'zingizni to'yganlik hissini berish uchun dumba yog'i rosa ham foydali. Bundan tashqari, an'anaviy tibbiyotda ham shamollaganda, yo'talda dumba yog'idan keng foydalaniladi. Dumba yog'ini iste'mol qilganda u o'zlashtirilishi kerak bo'lgan vitaminlar A, D, E vitaminlarni o'zlashtirishga yordam beradi. Dumba yog'ini me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, bunda to'yingan yog' kislotalarini ko'p bo'lgani hisobiga yurak-qon tomir sistemasiga katta ta'sir qiladi. Qondagi xolesterin miqdorini ko'paytiradi. Ozmoqchi bo'lganlarga dumba yog'i iste'molini kamaytirish tavsiya qilinadi. Agar dumba yog'ini kunlik normasini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga bir raqamni yozib qoldiringlar, sizga kunlik normani yuborib qo'yamiz. Bu videoni yaqin tanishlarga yuborib qo'yinglar, dumba yog'ini xavfli tomonlarini ham bilib qo'yishsin.